Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, umra narxlariga qiziqayotganlar, avgust, sentyabr, oktyabr oylariga umra narxlari qanchadan bo'lyapti deyotganlar. Videomizni oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan rasmiy ofisdan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'rsalaring, narxlari bo'yicha ham ma'lumot berib o'tamiz. Eng asosiysi bizda barchasi qonuniy rasmiylashtiriladi. Istasalaring Farg'ona, istasalaring Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyurib, hisobchilarga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirib, shartnomalar asosida to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Yokida bizga ofislar manzili to'g'ri kelmaydi deganlar Telegram orqali bitta pasportlaringni tashab, o'zlaringni joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. O'zbekistonda 12 ta viloyat, Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo, Navoiy, barcha O'zbekiston viloyatlaridan aloqaga chiqinglar. Arzon hamda chegirmali narxlar bizning o'zimizda bo'ladi. Xudo xolasa bizda narxlar behijolat, chiroyli narxlarni chiqaramiz inshaalloh. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, qo'shni Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlar bir kun oldin kelishadi, gastnitsaga joylashishadi, bir kun damlarini olib ertasiga aeroportga chiqishadi. Inshaalloh bir kunlik gastnitsa to'lovlarini biz o'zimiz to'lab beramiz. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800 metr masofadagi Diyor Al-Aruba nomli gastnitsamiz. Avtobus qatnovidan ham muammosiz 10-12 daqiqalik haramgacha piyoda masofa. Inshaalloh Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohatini ham o'z ichiga oladi. Yuqori illi, tajribali, malakali ellikboshlarimiz ishonchli hamsafar bo'lishadi. Aeroportda kamzil, bejik sumkalarimiz beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Birinchi yordamni ko'rsatuvchi shifokor xizmatlarimiz ham bo'ladi. Bundan ham ko'ngillaringni to'q qilasizlar va bordi keldi biletlaring oldindan xarid qilinadi. Qaysi sanada, qaysi kuni uchmoqchi bo'lsalaring, aynan qaysi sanada qaytib kelishliklaring sizlarga uchib ketishlaringdan oldin aytiladi. Inshaalloh aziz ziyoratchilar, biz Farg'ona Jidda yo'nalishida avgust oyiga bugun mana kechqurun soat 8 da Toshkentdan reysimiz uchadi. Ertagalikka 26-kunga Farg'ona Jidda Farg'ona yo'nalishidagi reysimiz bor. Aynan ushbu reysimizning narxini siz aziz yurtdoshlarimizga $950 dan qilib beramiz. Sentyabr oyiga Farg'ona Jidda Farg'ona 2-9, 16, 23, 30 sentyabr sanalariga Farg'ona Jidda Farg'ona yo'nalishidagi reyslarimiz. Toshkent Jidda Toshkent yo'nalishidagi reyslarimiz 1, 8, 15, 22, 29 sentyabr sanalariga Toshkent Jidda Toshkent yo'nalishidagi reyslarimiz. Narxini oxirida aytaman. Endi oktyabr oyiga o'tamiz. Oktyabr oyida ham misol mana sentyabr oyidaqa haftaning har chorshanba kuni Farg'onadan, har seshanba kuni Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Bu xuddi shu reyslarimiz inshaalloh har haftada bir kun Toshkentdan hamda Farg'onadan uchadi. Endi bizga oktyabr oyiga sentyabrda oxiri, oktyabrda boshidan yana yangilik reyslarimiz qo'shilyapti. Inshaalloh bu reyslarimiz bo'yicha ham birinchi bizning kanalimizda kuzatib tursalaring bo'ladi. Xudo xolasa Andijon Jidda Andijon yo'nalishida 25 sentyabr, 2 oktyabr, 9 oktyabr, 16 oktyabr, 23 oktyabr, 30 oktyabrga Andijon Jidda Andijon yo'nalishidagi reyslarimiz hamda Toshkent Jidda reyslarimiz har haftani bir kunida davom etsa, yoniga qo'shimchasiga Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz ham qo'shiladi. 24 sentyabr, 1 oktyabr, 8 oktyabr, 15 oktyabr, 22, 29 oktyabr sanalariga Toshkent Madina Toshkent yo'nalishidagi reyslarimiz ham amalga oshiriladi.
inshaalloh bu reyslarimiz sentyabrda oxiri, oktyabrda boshidan bo'lsa, xuddi shu paytga Farg'ona, Jidda, Toshkent, Jidda reyslarimiz ham bo'ladi. Endi biz hamma reyslarimizni narxini bir xilda $945 dan agar vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'lsa $1045 dan qilib beramiz. Bemalol oldindan mana shu sanalarga o'zlaringni joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Sezon kelyapti, ob-havolar ancha salqinlayapti, ko'pchilik ziyoratchilar borishi ko'payadi. Aynan mana shu paytda arzon narxda oldindan joylaringni bron qilib qo'yinglar. Bizga oldindan joylaringni bron qilsalaring, ertaga narx $1,500 ga ko'tarilib ketsa ham dogovor дорожный biz shu narxdan sizlarni uchiramiz. Inshaalloh O'zbekistonning 12 ta viloyatidan bemalol bizga aloqaga chiqinglar, o'zlaring joylaringni bron qilinglar. 5 ta, 6 ta ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga sezilarli skidkalarni ham qilib beramiz. Chiroyli skidkalarni ham qilib beramiz. Inovatga olib qo'yinglar, sharoitimiz standart plus sharoit bo'ladi. Mana shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Xudo xolasa 50 ta 60 ta odam yig'adigan hamkor akalarimiz bo'lsa, sizlar ham bizga aloqaga chiqinglar. Sizlarga ham narxlarni reklamadan ko'ra ancha arzon qilib chiqarib beramiz. Chunki hamkorlarga 50 ta 60 ta odam bor odamlarga hattoki bitta odamni bepul qilib ham 50 bosh qilib ham jo'natamiz. Sizlar ham biz bilan bog'laninglar. To'liq ma'lumotga ega bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar.